Sen sotdingmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Sen sotdingmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Senmi? Balki sen sotgandirsan, rafmadim. Ha? Sotmadim. Sotmadingmi? Ye. Bilaman, ayb menda. Keyingi paytlarda buni tarbiyasiga vaqt ajrata olmay qoldim. Bu ahmoq ham yosh bolaligini qo'ymadi, hayvon. Iltimos, bir ilojini qiling. Shu maktabda o'qib tursin hozir. Buni ko'chirishga vaqtim yo'q. Uktam aka, bu meni qo'limdan kelmaydi. Pichoq suyiga taqaldi. O'g'lingizni boshqa maktabga o'tkazing. Sizdan iltimos. Sen ahmoq. Qachon odam bo'lasan, ha? Galvars. Qachon odam bo'lasan? Qachongacha ketingni tozalab yurishim kerakmi? Ahmoq. Hozir menda nima ayb? O'zi terpiylar qilgan bo'lsa, menda emas-ku, ayb. Nima? O'zi terpiylar qilgan bo'lsa, menda emas-ku, ayb. Terpiva? Ha? Sen qaysi zamonda yashayapsan? Kimliging esingdan chiqib qoldimi, Galvars? Bunaqa ponyatga bilan qattiq kim gaplashadi, bilasanmi? Bunaqa jargonda kim gaplashadi? Yur oldimga tush. Sodiq school